3 maşine zarar görgen şöyle. 3 maşin zarar gördü. Xuda saqlağı şeyde bir bala səsidir. Kollarından gence yol hareket qaydalarına etibar etip Heydak serisi iltimas etip qalamiz. Assalamu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, girgandan bir like basıp abone bo'lmoqlar, abone bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bugungi videomizda Sho'raxonda 380 yo'lni bo'yida avariya bo'lgan. Katta avariya. İltimas etib qolgan bo'lardik. Bu yerda shu svetofor qo'yib berishlarini iltimas etib ko'ramiz. Bu yerda yana maktab bor. Piyodalar o'tadi bilan. Qo'llanishdan kelgancha shu videoni tarqatib qo'yinglar. Şöyle bir şu. Bo'lmasa bir radar qo'yib berishlaringiz iltimas etib ko'ramiz shu yerda. Şu videonu maksimalni tarqatib qo'yinglar. Sho'raxonda. Bu yanda yine 4 kilo bazardan kelaverishdi. Bu yandan kelsanglar yine Miskin tarafdan kelasizlar yine Sho'raxonda. Bu yerda avariyalar ko'p bo'lib turibdi. Shu videomuz davomida bu yerda bo'lgan avariyalarni qo'yib o'tamiz. Iloji bo'lsa bir svetofor qo'yib berishlarini iltimos etib so'rab qolamiz. Yine svetoforning yo'qligini oqibatini.